Assalomu alaykum do'stlar, siz Kinotimedasiz va bu betonli utopiya filmi. Ko'p qavatli uyda yashovchilar o'z uylarini kuchli zilziladan so'ng tirik qolgan odamlardan himoya qilishmoqda. Film hujjatli filmlarning arxiv kadrlari va shahardagi binolar ko'p qavatli aholi turar joylari hisobiga ko'payganligi ko'rsatilgan reportaj bilan boshlanadi. Insonlar shahar ichida juda ko'pchilik uchun foydali bo'lgan turar joylarni barpo qilgan edi. Bu esa o'z o'rnida ko'p qavatli binolar haddan oshiq ko'payishiga sabab bo'ladi. Biroq keyingi kadrda dahshatli zilzila sabab binolar yer bilan bitta bo'layotganligi ko'rsatiladi. Voqealar yosh er-xotinlarning kvartirasiga ko'chadi. Minson hukumat xizmatchisi, ayoli Myonxva esa hamshira edi. Erta tongdan uyg'ongan erkak atrofdagi barcha uylar vayronaga aylanganligini, faqat ularning binosiga zarar yetmaganligini ko'radi. Pastda tirik qolganlar yurishgandi. Uysiz qolgan shahardoshlarga yordam berish uchun Minson uydan suv olib chiqadi. Bu vaqtda Myonxva qolgan ozuqalarni hisob-kitob qilardi. Ular tez orada yordam kelishiga umid qilishadi. Biroq o'zlari zo'rg'a yashayotgan binoga butun rayondagi tirik qolganlar kelayotganliklarini hali bilishmasdi. Tunda eshikni qoqqan ayol kichik bolasi borligini aytib, tunda isinib olishlari uchun ichkariga kirgizishlarini so'raydi. Myonxva ko'ngli bo'shlik qilib mehmonlarni kirgizadi. Ertalab min barter rejimiga o'tganliklarini ko'radi. Odamlar pul o'rniga foydasi tegadigan narsalarni olishmoqda edi. Oziq-ovqat yetishmovchiligi bino aholisi va begonalar o'rtasidagi ilk kelishmovchilikka sabab bo'ladi. Qiyinchilik bilan konserva bankasini olib olgan erkak uyga keladi. U yerda esa topganini mehmonlar bilan ham ko'rishga majbur bo'ladi. Bu esa unga yoqmaydi. Sal o'tib xotini bilan yana bir mushtlashuvga guvoh bo'ladi. Myonxva yaralanganlarga yordam bermoqchi bo'ladi, biroq shu onda kvartiralardan biriga o't ketadi. Olovni Minning yordamsiz ham o'chirishadi. Bu ishda ko'proq kasal onasiga qarab turishga yangi ko'chib kelgan Yontak qahramonlik ko'rsatadi. Biroz muhokamalardan so'ng buning sababchilari boshpana izlab kelgan begonalar ekanligini aniqlashadi. Bino aholisi damqomlari Gim E boshchiligidagi majlisga yig'ilishadi. Kimdir barcha begonalarni haydashni taklif qiladi. Majlis sal qolsa mushtlashuvga aylanib ketardi. Qochoqlar aslida Orzular hovlisi nomli boylar rayonidan ekanligini bilishgach, ulardan yanada nafratlana boshlashadi. Bu ikki aholi orasida anchadan beri sinfiy adovat bor edi. Hukumat xizmatchisi bo'lgan Min bunday holatlarda hukumatda qanday rejalar borligini so'raydi. U birinchi o'rinda boshliq saylashlari kerakligini aytadi va bino aholisi o'ylab o'tirmasdan qahramonlik ko'rsatgan Yontakni tanlashadi. Bundan so'ng mehmonlarni qoldirish yoki ko'chaga haydashni ovozga qo'yishadi. Ko'pchilik haydashga ovoz beradi. Tunda uysizlarni haydashni istamayotgan Myonxva eridan uning qaysinisiga ovoz berganligini so'raydi. U bunga javob bermasdan buning o'rniga zilzila sodir bo'lgan kuni yaralanganlarga yordam bermoqchi bo'lganligini, biroq vaqt juda kam bo'lganligini aytadi. Ertalab Yontak endi nima qilishlari to'g'risida reja o'ylab topishga harakat qiladi. U Minni politsiyachi qilib tayinlaydi. U yosh va yaqindagina armiyada xizmat qilgandi. Bundan so'ng begonalarni haydashgacha boradigan bo'lishsa, buni amalga oshira olishlari uchun Gim E'ning boshchiligida armiyada xizmat qilgan erkaklar yig'inini tashkil qilishadi. Kasal ekanligi bahonasi bilan erkaklardan biri ketadi. Bundan so'ng nima bilandir qurollanishlari kerakligini muhokama qilishadi. Begonalar ulardan birini pichoqlashga ham ulgurishgan edi. Ertasi kuni bo'shab qolgan kvartiralarni ularga berish bahonasi bilan barcha begonalarni bino oldiga yig'ishadi. Bundan so'ng qo'llariga tushgan narsa bilan qurollangan xavfsizlik otryadi chiqib keladi. Qolganlar kirish yo'lini berkitishadi. Bundan so'ng omma oldida chiqish qilgan Yontak ulardan bu yerdan ketishlarini so'raydi. Bu tabiiyki zilziladan aziyat chekkanlarga yoqmaydi. Ular holatni muhokama qilishni taklif qilishadi va kelishuv uchun mahalliy kongressmenni olib chiqishadi. Biroq siyosatchi tirik qolganlarga birlashib turar joylarni bo'lishishni taklif qiladi. Yontak esa undan yaxshilikcha ketishni so'raydi. Ammo kongressmen buning o'rniga ko'chada turganlarni binoga bostirib kirishga undaydi va talpa boshlanadi. Bosqinchilar shisha eshikni sindirishadi, biroq himoyachilar ularni tashqariga uloqtirishni uddalashadi. Jangda binoliklar g'alaba qilishadi. Himoya oldida turib olgan Yontak boshidan qattiq zarba yeydi. Yuzi qonga botgan bo'lsa ham bino lideri dushmanidagi bitani tortib olib, talpani haydagan holda yana hurmatga sazovor bo'ladi. Bundan so'ng balkonlardan narsalarni uloqtira boshlagan binoliklar begonalarni itday haydashadi. Bundan so'ng g'alabani nishonlab, Yontakni olqishlashadi va u qichqirig'i bilan jangovar ruhni ko'taradi. Bundan so'ng Gim E hududni to'sib qo'ygan buyumlardan tozalash, oziq-ovqat taqsimlash, axlatlarni utilizatsiya qilish va binoliklar komitetini tashkillashtiradi. Keyin esa kerakli narsalarni olish uchun xarobalarni o'zlashtirishni boshlashadi. Yontak shunday holatda ham yashash uchun sharoit yarata olganliklaridan faxrlanadi. Navbatdagi o'zlashtirish vaqtida binoliklar sovuqdan muzlab o'lgan odamlar jasadiga duch kelishadi.
Ular ichida ularga tanish kongressmen ham bor edi. Faqat ifloslangan ovqat topganliklari va ozuqa manbai kam ekanligi sabab xavfsizlik otryadining jangovar ruhi sekin-asta so'na boshlaydi. Men Yontaq bilan dildan suhbatlashib o'tirarkan, uning xotini qo'shnilari uylarda bir qancha begonalarni yashirib yurganliklarini bilib qoladi. Bu ulardan oldin ularnikida bo'lgan ayol va uning o'g'li edi. U yordam taklif qilish uchun bolani ratsiya orqali chaqiradi. Bu vaqtda men otryadi bilan magazinga yetib keladi. Qolganlar eshikni ochishga urinishayotganda u yon atrofni tekshiradi. Ortiga qaytgan men do'kon egasi qurol bilan guruhlarga tahdid qilayotganligini ko'radi. U orqadan pisib kelib unga hujum qiladi. Otryad do'kon egasini qurolsizlantirishadi, biroq jahli chiqqan Yontaq shunda ham uni do'pposlashdan to'xtamaydi. Bundan so'ng tokchalardagi barcha narsani sipirib olishadi. Ketayotib men do'kon egasining jasadi ustida ikkita bolacha yig'layotganligini ko'radi. Halokat sodir bo'lgan kundan 2 oy o'tdi. Kichik guruh odamlar xarobalarda jon saqlashmoqda. Ularning orasida yerdagi jannat yoki ularnikiga mehmonga borganlarni yeydigan odamxo'rlar yashaydigan qandaydir turar joy haqidagi mishmishlar tarqaladi. Yontaqning xavfsizlik otryadini ko'rgan tirik qolganlar dahshatga tushib qochib qolishadi. Bu vaqtda binoliklar Yangi yil sharofatiga bayram uyushtirishadi. Ko'ngilxushlikni tirik qolganlardan bo'lgan Hayvon ismli qiz bo'ladi. U qachonlardir shu yerda yashagan, biroq onasi otasini tashlab ketgach ko'chib ketishgandi. Shu sabab Yontaq uni o'zlariniki deya e'lon qiladi va mehnatkashlar iltimosi bilan ularga qo'shiq kuylaydi. Qo'shiq ostida fleshbek bo'ladi. Uning haqiqiy ismi Sebom edi. U kvartira uchun qora realtor Yontaqqa pul to'lagan edi. Uy esa tabiiyki uning nomiga rasmiylashtirilgan edi. U va firibgar o'rtasida janjal chiqadi. Natijada firibgar unga pichoq tiqib oladi, biroq o'zi ham yiqilib boshi bilan uriladi. Sebom firibgarni kasal onasining ko'zi oldida urib o'ldiradi. Shu paytda unga qo'ng'iroq qilgan xotini uni lo'qlikda ayblaydi. Sebom go'shakni qo'yishga ulgurmasidan to'satdan radioda xabar qilishgan meteoritning qulashi oqibatida paydo bo'lgan chang devori ko'tariladi. Navbatdagi ovqat tarqatish vaqtida juda kam ovqat olgan erkaklardan biri xavfsizlik otryadi bundan yaxshiroq ovqat yeyotganligini aytib norozilik bildiradi. U ularni turar joylardan tashqarida tirik qolganlarni o'ldirib, ularni tunayotganlikda ayblaydi. Buni eshitgan Myonxva eridan o'zlashtirish vaqtida kimnidir o'ldirgan yoki yo'qligini so'raydi. Men do'kon egasi bilan sodir bo'lgan hodisa haqida aytadi, biroq uning o'lganligiga ishonch komil emasligini aytadi. Xotini undan o'zlashtirishga chiqishni bas qilishini so'raydi. Myonxva Yontaq uning qo'shnilarikiga bo'lgan g'alati tashriflarni payqab qolganligini tushunadi. Bundan tashqari u yangi kelgan qizga haddan oshiq o'ralashib qolgandi, biroq uni paqlatish uchun emas, aksincha, u haqiqiy Yontaq bilan oldin qo'shni bo'lganligi va uning boshqa odam ekanligini fosh qilib qo'ymasligi uchun qiladi. Qizga uni eslaganligini bildirgan erkak ketadi. Sal o'tib Hayvonnikiga kelgan Myonxva undan tashqarida ishlar qanday ketayotganligini so'raydi. Qizning javobi uni tinchlantirmaydi. Bu o'ziga xos oxir zamon edi. Odamlar pul o'rnida shishalarning qopqoqlarini ishlatayotgan edi. Qolgan ayollar qizni tashqaridan boqib olganliklaridan norozi bo'lishadi. Hayvon esa bunga qahr bilan javob beradi. Jahl ustida qiz oldin bu yerda yashamagan Yontaqdan farqli o'laroq, bu yerda uning haqqi ko'proq ekanligini aytadi. Biroq negadir uni ortiqcha so'zlarsiz qabul qilishgandi. Ular gaplashib olishga ulgurmaslaridan kimningdir qichqirig'i eshitiladi. Tashqaridagi tirik qolganlar tashqariga chiqqan binoliklardan birining jasadini tashlab ketishgan edi. Yontaq qorovullikni kuchaytirib, hech kimni tashqariga chiqarmaslikni buyuradi. O'zi esa begonalarni yashirayotgan odamlar yashaydigan kvartiraga otlanadi. Begonalarni topgan erkak xavfsizlik otryadiga ularni haydashni buyuradi. Men bu odamlar kimligiga qiziqadi va bunga javoban xotini bundan xabardor ekanligini eshitadi. Xotini bilan gaplashgan erkak yo'lboshchilari haqiqiy emasligini bilib oladi. Biroq unga ishonmagan men liderlardan uzr so'raydi. Ammo Yontaq uning yomon ish qilmaganligini aytadi. Barcha oilasini himoya qilish uchun harakat qilayotgandi. Xavfsizlik otryadi kvartiralarda begonalarni saqlayotganlarni izlashni boshlashadi va ularning eshiklarini qizil bo'yoq bilan belgilab chiqishadi. Bundaylar juda ham ko'p bo'lib chiqdi va men ular bilan hisoblashish uchun kuch ishlatishga majbur bo'ladi. Bu unga yoqmaydi, biroq xavfsizlik otryadi oldida ruhni ko'taruvchi nutqi bilan chiqish qilgan Yontaq shunchaki yaqinlari uchun qayg'urayotganliklarini eslatadi. Barcha ko'ngillilarni aniqlagan Yontaq binoliklar oldida chiqish qiladi. U 200 marta uzr so'rashni buyuradi, biroq bu ishni binoga birinchi ko'chib kelgan odam bo'ladi. Balkonga chiqib olgan erkak qo'shnilarni bu darajada shafqatsiz bo'lmaslikka undab, to'g'ri yig'ilganlar oldiga sakraydi. Xavfsizlik otryadining bir guruhi jasadni yoqishayotganda yangi zilzila boshlanadi. U sabab yer ostidan suv otilib chiqishni boshlaydi. Yolg'iz qolganliklardan foydalangan Myonxva Xuyvondan qo'shnisi aslida boshqa odam ekanligiga nega bunchalik ishonch komil ekanligini so'raydi.
Qiz kunlardan birida adashib, unga uniki bo'lmagan jo'natmani olib borganligini aytadi. Haqiqiy Yontak bezorilarga o'xshash afti bilan uni qo'rqitib yuborgan edi. Qizlarning birga uyga qaytishi otryad boshlig'ining e'tiboridan chetda qolmaydi. Turgan gapki, bu unga yoqmaydi. Hatto xavfsizlik otryadi ham navbatdagi o'zlashtirish vaqtida boshliqlari qandaydir o'ychan bo'lib qolganligi haqida gapira boshlaydi. Qulab tushgan do'konga yetib kelgan Min tor yo'lakdan sudralib o'tib, bir uyum jasadlar orasida razvedka qiladi. U deyarli qulab tushgan do'kon ichidan butun boshli oziq-ovqat omborini topib oladi. Yontakning yo'qligidan foydalangan Myonxva uning kvartirasiga kirib, uning yolg'onlariga dalil topishga urinadi. Biroq u yerda bitta ham surat topilmaydi. Faqatgina zo'rg'a gapira oladigan qari kampir bor edi. Ortga qaytayotgan qizlar scotchlab tashlangan kir yuvish mashinasini ko'rib qolishadi. Uning ichida esa haqiqiy Yontakning jasadi yotardi. Xavfsizlik otryadi bir talay oziq-ovqat bilan qaytadi. Biroq tor yo'lakdan o'tishayotganda tuzoqqa tushishadi. Tirik qolganlar tepadan tosh va molotov kokteyllarni uloqtirishadi. Faqatgina do'kon egasidan tortib olingan drabovik ularning bir qismini qutqarib qoladi. O'g'lining o'limidan tomi ketgan Jim Yontakka tashlanib, uni qotillik va boshliqlikka nomunosiblikda ayblaydi. Yontakning hujjatlarini yerga uloqtirgan Myonxva olovga yog' sepganday bo'ladi. Bundan so'ng qolganlar ichida haqiqiy Yontakning jasadi yotgan mashinani olib tushishadi. Xalq bosh ko'tarishni boshlaydi. Yo'lboshchi e'lon qilgan birinchi qoida bu yerda faqat binoliklar yashashi mumkinligi edi. Odamlarning jag'ini yopgan Min Yontakdan buni tushuntirib berishini so'raydi. Hissiyotlar og'ushida uni realtor aldaganligini aytadi. Shu sabab bunga javoban uning shaxsiyatini o'zlashtirgan edi. Uni o'zlariga dushman deb e'lon qilgan binoliklar umumiy ovoz berish sabab tirik qolganlarni haydaganliklarida uni ayblashadi. Odamlar quvonchli qichqiriqlar bilan uni tashqariga uloqtirish uchun darvoza tomon yurishadi. Biroq bir amallab qochgan erkak uni fosh qilib, post-apokaliptik siyosatdagi karyerasiga nuqta qo'ygan hayvonga yetib olib, uni jarga uloqtiradi. Binoliklar qizni qutqarishga ulgurisha olmaydi. Men qo'lida qurol bilan nega bunday qilganligini so'raydi. Biroq u o'qlanmaganligini bilgach quroldan ayriladi. O'qlar Yontaqda edi. Erkak qurolni o'qlaydi, biroq otishga ulgura olmaydi. Tashqi himoya yiqiladi. Tirik qolganlar yagona turar joyga bostirib kirishadi. Binoliklar uyga yugurishadi. Yontak o'qi tugagungacha bosqinchilarni o'qqa tutadi. Bundan so'ng unga bir talpa och va jahldor odamlar tashlanishadi. Min xotinini yashirishga urinadi, biroq ichkariga kirgan bosqinchilar ularni ushlab olishadi. Ular bir amallab qochishadi, biroq bosqin davom etadi. Sinfiy tengsizlikdan norozi tirik qolganlar markaziy kirish yo'lini shturm qilishadi. Yontak boshchiligidagi xavfsizlik otryadi ularni ushlab turishga urinishadi. Vaqtdan foydalangan er-xotinlar qochishadi. Ayni damda bosqinchilar qo'lbola portlagichni ishga solishadi. Yontak bombani uloqtirishga ulguradi. Oqibatda faqat uning odamlari, balkim dushmanlar ham halok bo'lishadi. Bir ahvolda o'rnidan turgan erkak dam olish kuni kvartirasiga kiradi. Yetib kelgach jonsiz yerga yiqiladi. Uning joni chiqargan bosqinchilar u jonini berib himoya qilgan binoni o'marib ketishadi. Qolganlarni haydab solishadi. Ertalab yaralangan Minson va Myonxvalar shahar bo'ylab binodan uzoqqa ketishadi. Ular xaroba binolardan biriga o'rnashishadi, biroq ertalab faqat Myonxva uyg'onadi. Eri tunda jon bergan edi. Ko'z yosh to'kayotgan Myonxvani tirik qolganlar topib olishadi. Ular ayolga ular bilan ketishni taklif qilishadi. Ularda xavfsiz boshpana bor edi va beva ayolga u yerda qolishga ruxsat berishadi. Bu yerdagi odamlarni qiziqtiradigan yagona narsa turar joyga odamlarni yeyish uchun jalb qilganliklari haqiqat yoki yo'qligi edi. Myonxva buning yolg'onligini va u yerda qo'rquv va yaqinlarining joni uchun kurashgan oddiy odamlar yashaganligini aytadi. Kamera xarobaga aylangan dunyodagi yangi hayot boshlanishini ko'rsatgan holda uzoqlashadi va shu bilan film tugaydi.